Shunaqa zarbada sinmaydigan, shilinmaydigan va archilmaydigan darvozalarimiz faqatgina Namangan viloyati Jidakapa qishlog'ida. Avvalambor assalomu alaykum, biz kuzatib turgan obunachilar. Mana navbatdagi darvozalarimizni Xudo xolasa Ramazon oyiga skitka narxlarda tushirib qilib beramiz. Aka, xullas mana shu darvozadan tushuntirib o'taveramiz, ha. Eniga 3.30, balandligi 3.5 metr bo'lgan darvozamiz, bir qavatli, listli, rushnoy rabota deydi, qo'l mehnatdagisi. Buni 1 kvadrat metrga keladigan bo'lsak, 1.300.000 so'm qilinayotganda, hozir Ramazon oyiga 1.200.000 so'mdan skitkadan qilib beramiz, aka, 100.000 so'm skitkada. Taglar shivillar, yo'llari shivillar, Xudo xolasa olib borib o'rnatib, ustanovka, dastavka, kraskasiga 10 yilga garantiyamiz bor. Hech narsa qilmaydi. Bir qavatlisida ham shumka deganda narsa bor. Xudo xolasa navbatdagisi haytechniy darvozamiz. Eniga 3.30, bu ham balandligi 3.5 metr razmerda bo'lgan standart. Profillari 6 ga 4, 1.7, ushlovgichlari 2 qavatli shumkali variantda. Buni ham o'sha tushuntirib o'taman. Listlari 1.8 qalinlikda bo'lgan. Buni 1 kvadrat metri 1.350.000 yasalayapti. 1.250.000 so'mdan qilib beramiz. Hamma darvozamizga 100.000 so'mdan skitka, pechatlarga 50.000 so'mdan skitka qilib beraman akajon Ramazon oyiga. Xudo xolasa telefon qilishsa 2 dona insonga 350.000 so'mdan darvoza yasab beraman. Ramazon oyiga, Ramazon oyiga hissamni qo'shgan bo'laman akajon. Navbatdagisi refronka darvozamiz. Eniga keladigan bo'lsak 3.5 metr, balandligi ham 3.5 metr razmerda bo'lgan, bir qavatli. Haligi hamyonbobda bu darvoza. Taglari shivillar, yo'llari 8 ga 6. Buni 1 kvadrat metrga keladigan bo'lsak aka, hozirgi kunda 800.000 so'm qilinyapti. Kvadrat metr. Ramazon oyiga. Bu darvozani ham 700.000 so'mdan qilib beraman. 12 viloyatga olib borib o'rnatib beraman. Ustanovka, dastlabki hamma yo'q ichida. Xorazmgacha. Aka, quyosh tushadi-yu, Qirg'izga, boshqa hamma joyga qilib beraman. Quyosh tubi tushsa bo'ldi, o'sha yergacha olib borib beraman. Navbatdagisi Shtambovka darvozamiz. Nerjavenkali, o'ziga yoqqan. Eniga 3, balandligi 3.5 metr. Kimga tushsa shu darvoza 700.000 so'mdan 650 dan qilib beraman. Ramazon oyiga 50.000 tushib beraman deb aytdim. 600.000 so'mdan olib borib o'rnatib beraman. 10 kvadrat bo'lsa 6 million so'm bo'ladi. Olib borib o'rnatib, hamma yo'g'ini cho'tkilab qilib beraman. Yo'llari 8 ga 6, tagi shivillar, profillari birlik bo'lgan. Ustanovka, dastavka hamma yo'q ichida. Misol zakaz berishadigan bo'lsa akajon, 600.000 so'mdan yasab beramiz Ramazon oyiga, 1 oy. 1 oyga. O'sha 600.000 so'mdan qilib beramiz. Keyingi navbatdagisi aka. Akajon, navbatdagi darvozamiz. Bu darvozamiz ham eniga 3.5 metr. Eniga 3 metr, bo'yiga 3.5 metrlik darvozamiz. Buni ham aytib o'tganimda aka, buni ham 1 kvadrat metr 650.000 so'm, 600.000 so'mdan Ramazon oyiga skitka qilinayotgan. 600.000 so'mdan qilib beramiz. Shu razmer tushsa 3 ga 3.5 razmer. Sotib ham yuraveraman. Keyingisi akajon, navbatdagisi. Eniga 3.30, balandligi 3.5 metr. Buni 1 kvadrat metr 450.000, 500.000, 550.000 so'mda aka. Ramazon oyiga 2 kishiga 350.000 so'mdan yasab beraman shunaqa darvoza. 2 kishiga. 2 kishiga faqat taglar shivillar, yo'llari 8 ga 6, profillari shu 6 ga 4, hamma yo'q detali qalinda bo'lgan. Shu darvozani o'sha 350.000 so'mdan telefon qilsa, qiynalganmi, boshqami demayman. Misol telefon qilsa bo'ldi, yasab beraman akajon. Akajon, manzilimiz Namangan viloyati Jidakapa qishlog'i aka. 3 tuman rayonga qaraydi. Bu yoq kelish, Loladan kelish, Anjonga qo'shilish joyda joylashgan. Daryodan o'tganda qaysi daryo? Norin daryodan o'tgandan keyin Jidakapaga kirib kelinadi. Katta asfalt yonida. Katta asfalt yonida 100 metr ichkariga kirishadi. Telefon qilsa, lokatsiya tashlab beramiz, kelib ko'rib darvozani zakaz berishlari ham mumkin. Shunday. Akajon, xudo xolasa mana yasalish jarayonlarini ham bir obunachilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Darvozalar qanaqa yasalishi. Mana akajon, darvozamiz 2 qavatli varianti xuddi shunaqa yasaladi. Mana orqasi tekis bo'ladi, oldi ko'rinishi o'ziga yarasha gul bo'ladi. Keyingisi mana akajon, xudo xolasa mana tayyor bo'lgani, ikkinchi qavatni mambatga tushadi. Mana ustida sakraysangiz ham hech narsa bo'lmaydigan darvozamiz. Keyingisi bu tarafda akajon. Mana ramka bo'linayotgan holati. Birinchi holat mana yo'llari shivillar. Profillari o'sha qalin profilda bo'ladi. Xullas aka shunaqa yasaladi, kraskaga o'tadi akajon. Behijolat telefon qilishlari mumkin, haliga hech qayerda uloq yo boshqa bo'lmaydi.